Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz dinamik bloklarning power parametrini o'rganamiz, xudo xolasa. Mana bitta obyektlarga qarang. Masalan, teqsiz buralib ko'ryapsiz mana. Misol uchun bu qilsangiz buralib ketyapti masalan. Bu alohida masalan aylanyapti, buralib bu alohida. Endi qarang, kabinet qilamiz. Tipe qilamiz. Qo'shamiz. Endi mazkur ko'tarib ustiga bosib endi blok ko'tamiz. Blok ko'tdik. Hozir mana shu ko'rinishni qanday keltirdik, shularni hammasini birma-bir hozir ko'rsatamiz. Birinchi o'chirib tashladik. Endi oddiy blok bo'ldi. Qarang. O'sha birinchi o'rinda buni pavoritini, aylanasining radiusini berishimiz kerak. Bu narsa nima? Hozir bunday chizib ko'rsatayda, qarang. Masalan, maktab davrida o'tganmiz-ku, misol uchun. Endi taxminan chizyapman. O'sha o'rtasi nuqtasini olib, masalan bunday, keyin masalan mana bu tomoni masalan 360 gradus deyapsizmi? Misol uchun mana bu 90. Masalan bu tomon 180. 180 misol uchun, bu yoqda 270. Shu ya'ni graduslari bo'yicha o'sha aylananing shu gradus qaysi gradus masalan 100 bo'ladigan bo'lsa, o'sha 90 mana bu 90 bilan oralig'ida misol uchun yotadi. Tushunyapsizmi? 180 oralig'ida 100. Ya'ni radiusiga qarab o'sha power gradusini berishimiz kerak-da. Shunga qarab bu mana bu aylanadi. Mana bu aylana bunday aylanishi kerak. Gradus bo'ylab qisqasi. Bu uchun nima qilamiz? Birinchi mana bu yerda power tugmasi bor. Power'da укажите базовую точку deyapti. Metkani bitta bosamiz. Укажите радиус parametr deyapti. Mana ko'ryapsizmi? Ko'k liniya ketyapti. Masalan, ko'k liniyani olib borib, mana bu yerga misol uchun qarab olib qo'yib yuboramiz. Keyin deyapti, yana o'sha power'ini bazaviy uglini ko'rsatyapti. Yana bitta ustiga bosamiz. Chetga mana bunday nuqta tegib qoladi. Tushundingizmi? Keyin bu parametrdagi qilinadigan vazifa edi. Ikkinchisi operatsiyaga kirasiz. Operatsiyani power'ni bitta bosasiz. Reverse parametr deyapti. Parametr tanla. Parametr degan mana uglni tanla deyapti. Mana uglni bitta bosamiz. Mana ko'k liniyani olib borib bossangiz ham bo'ladi. Ko'kka bosma, ugl belgilanib qoldi. Reverse obyekt deyapti. Obyekt mana aylanadi. Mana shu ikkita chegara qismi. Keyin nima deyapti? Bitta enterni bosish kerak. Bo'ldi. Endi testni qilib ko'ramiz. Bitta bosdik. Buni aylantirib ko'ramiz. Ko'ryapsizmi? Aylanyapti. Adashmasa keyin bu yerda mana bitta ugl bor. Masalan, uglidan ham 500 bo'ladi. 180 haliga aytganimdek. Endi nechilayapsiz? 140. Masalan, bu o'zi buralaveradi, aylanaveradi qisqasi. Yana bitta kiramiz buncha mana. Albatta ish jarayonida sinab ko'ringlar. Buni berdik. Yana qo'shimcha parametrlarni belgilashimiz kerak. Mana glavniyga bitta kirasiz. Keyin power'dan выберите obyekt deyapti. Buni boshlanadi hozir mana buni birinchi mana obyektni belgilab olishimiz kerak. Mana bu nuqtalarni mana bunday qilib o'zini belgilab oldik. Keyin ko'tarib oldim hozir. Endi o'zini ham bitta bosib qo'yishimiz kerak. Bu ham xuddi shunday belgilab qo'yishimiz kerak. Nuqtalar yondi. Endi glavniyga kirasiz. Keyin aylanani bitta bosasiz. Mana power'ni bazaviy tochkasini ko'rsatdik. Опорный угол deyapti. Опорный uglni bosamiz.
Опорный угoldan keyin shu yerni ushlab turib mana bu betga yana bir ko'rsatib qo'yamiz. Joyga tushdi. Hozir nima qilgan tushuntirishimiz kerak qaytadan. Ancha sal murakkabroq narsa. Yana qaytadan ko'paytiramiz, qarab turinglar. Bunday bosib, ko'paytirib oldik. Keyin qiladigan ishimiz stopka, поворот. Yanada aylanish bunaqasini sifatini yanada kuchliroq qilishimiz kerak. Ba'zi tochka mana buni ko'rsatyapti. Keyin buni опорный угол ko'rsatyapti. Shu yergacha. Новый угол deyapti mana. Новый угол или deyapti. Tochka. Mana buni ko'rsatamiz mana. Joyga tushdi. Keyin nima qilamiz? Buni bitta bosamiz. Sahrayn bitta bosamiz. Mana bu qo'ygan obyektimiz bu edi. O'zgarish yaxshi. Mana bunday. Oldin qilganimiz edi. Mana o'zgaryapti yaxshi. 2 marta ustiga bosamiz, o'qiyni bosamiz, yana kirib oldik. Endi qarang, mana ugl bo'lib turibdi-ku, to'g'rimi? Uglni nomini o'zgartirishimiz mumkin. Mana imyo ugl, yo'qolmasa tilda almashtirman. Katta aylanadi masalan. Katta aylanadi. Tushuntira oldim? Xuddi mana katta aylanaga qanday bergan bo'lsa, kichik aylanaga xuddi shunday beramiz. Keyin hammasini belgilab oldik. Главное bu поворот. Hozir tochkasini ko'rsatyapti. Keyin опорный угол deyapti. Buni ko'rsatamiz. Tochka uglni ko'rsatyapti. Mana bunda tomonini ko'rsatamiz. Shunaqa. Hareketi test etib ko'rakchi, vaqtni test etib ishlaymiz. Ko'ramiz. Yo'q, ishlamagan ekan. Qaytadan kiramiz. Acha qayergadir noto'g'ri bosib shekilli. Bosamiz. Uchlarini belgilab olyapman-da. Nuqtalar ko'proq chiqishi kerak. Keyin glавныйga kiramiz. Aylanani bosamiz, ba'zi tochkani ko'rsatyapti. Keyin опорный угол bosdim. Mana bitta bosib ko'rsatib qo'yaman. Keyin vторой tochka deyapti, misol uchun. Bu tomonni ko'rsatib qo'yaman. Отменено deyapti. Отмен qilyapti shuni. Bu funksiya qo'shimcha ish edi. Birinchi bajarib oldik. Keyin qiladigan ishimiz to'g'ri ketyapman ekan, to'g'ri. Keyin parametrga kiramiz, поворотga bitta bosamiz. Поворотda bazaviy tochkasini ko'rsatyapti, tochkasini ko'rsatdik. Radiusini ber deyapti. Radiusini shoshmasdan mana bu yergacha beramiz. Mana bu yergacha. Borib mana. Keyin radiusini bu tomondan olib ketyapti. Bu tomonga bitta qistirib qo'yamiz mana. Biriktirib qo'ydik. Keyin operatsiyamiz bu. Operatsiyaga kiramiz. Poвернутni bitta bosamiz. Shoshmasdan keyin uglni bitta bosamiz.
bosildi. Keyin obyektlarni bunday qilib shoshmasdan belgilab chiqamiz. Oxiri bitta enter jonivorni bosib yuboramiz. Keyin redaktor blokka kiramiz, testga kiramiz. Keyingisi qarang, buni bitta bosamiz. Bu alohida aylanyapti. Bu esa alohida aylanyapti. Albatta o'zlaringiz 5-6 marta bosib sinab ko'ringlar. Muammosi yo'q. Yana bir kara test blok qilib ko'ramiz. Bosildimi? Bosildi. Qarab boramiz. Bu alohida keyin alohida bo'lyapti. Yaxshi. Endi mana bunga kirib bunga kiramiz. Keyin folder список превращения o'tdik. Xuddi shunaqa narsa qilsa bo'ladi. Hozir buni limitga ketdi. Tip Google bosamiz mana. Isazyosa превращение misol uchun graduslar bo'yicha misol uchun mana ko'ryapsizmi, o'sha nuqtachalar, rosa mayda nuqtachalar paydo bo'ldi. Превращениеga endi kichkinaga qo'ymak, kattasiga qo'yamiz. Kattaydani buni bosib, bu yerda bosib, bu yerdan buni bosamiz. Masalan 60, 180, masalan 245 va bunga bosamiz. Endi kattasiga bitta bosamiz. Kattaydaniga buni bosib Şimdi juda chiqmayapti. Hozir ko'ramiz. Space chiqmayapti. Mana bu liniya bor-ku, mana bu liniyani olib, mana bitta bosamiz ekan. Keyin chiqarib berdi mana. Buni ichida spesifimiz превращениeni bosamiz. Har 10 gradusda o'zgar degan ma'noda bosib qo'ydik. Mana ko'rdingmi? Bu da soat saridasidagi chiziqlarni chiqarib berdi. Bundan tashqari o'chirib, mana Google'da bitta bosamiz. Keyin bu yerdan masalan qaraqib bosib qo'yman. Google'dagi buni kichik aylanyapmiz. Kichik aylanma. Aylana. Enter jonivorni bosib yuboramiz. Buni bosib yubordik. Endi oxirida zakrit saqlanib qilamiz. O'rtoqlar, endi ko'ramiz buni. Mana har 10 gradus o'zgaryapti. Chiqarib ko'rsatyapti. Mana boshqa 60, 180, 245 qildik. Ichkaridagi aylanma mana shu bo'yicha ketyapti. Mana katta aylana, kichik aylana ko'ryapsiz. O'zgartirish qilib beryapti. Mana liniyalar bo'yicha xohlagan yarazni o'zgartiraverasiz. Yana bosamiz shuni. Kiramiz. Masalan, blokning ichidagi mana obyekt ko'ryapsizku, mana masalan ADF masalan deylik. Shuni mana obyektdan ajratishimiz kerak. Ya'ni blokning ichidagida hammasi bitta oila bo'lib qoldi, gruppa bu. Shundan buni alohida razdelit, alohida qilib olish uchun birinchi o'rinda parametrga kirib to'chishni bosamiz. Misol uchun bunday qilib masalan deylik. Bu liniyani bosib qo'ygan o'zi to'chishni bosamiz. Mana bunday qilib oldik. Misol uchun deylik. Keyin operatsiyaga kiramiz. Перемещение bor. Bitta bosamiz. Keyin mana выберите parametr deyapti. Mana положениeni bitta bosamiz. Keyin выберите obyekt deyapti. Obyekt mana ADF. Boshda mana выберите obyekt найден один deyapti. Bittasini topishga oxirida enter bosamiz. Закрыть redaktor qilib saqlanib bosamiz.
Bu yerda bossak mana ko'ryapsiz, nuqtaverdi mana. Alohida ajratib beryapti. Ko'ryapsizmi? Tamam. Yana ustiga ikki marta bosamiz. Blokka kirib ketamiz. OK'ni bosib. Masalan, hozir ADF'ni qildik-ku, xuddi shuni yana bir bitta qilib beramiz. Точечni bitta bosasiz, yaqinroq qilasiz. Masalan, mana bu yerga bosib, to'g'ri chiqarib qo'yasiz. Keyin operatsiya, перемещение, положение bitta bosasiz. Keyin выберите объект obyektni turuvchiga bitta bosasiz, bitta enter bosasiz. Oxirida bundan keyin saqlantirib bosasiz. Keyin mana buni bitta bosganingizda ko'ryapsizmi, turuvchi yonyapti mana. Alohida olib olish mumkin. Tamam. Tushuntira oldim degan umiddaman. Bosamiz. OK'da bosamiz. Mana boshidan oxirigacha qo'ldan kelguncha tushuntirdik. Albatta buni takrorlanglar o'zlaringiz mana kompyuterda amaliyotda. Shuning bilan bugungi mana shu dinamik bloklar повторения parametrini tushuntirdik. Oldingi darsda kimlarga tushuntirganman. Mana bu obyekt. Shu bilan keyingi darslarda o'rtoqlar ko'rishguncha xayr.